To'rt xonali uyimiz chiqyapti. Yunusobod 13-kvartaldan. To'rt xona, 4-etaj uyimiz, 9 etajli uyimiz. Orientir Hamkorbank. Hop, bu yog'imizni podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Bu yog'ida o'zini stroyli mebellarni ham qilib ketishgan ekan, chiroyli qilib. Mana. Hop, bu yog'imizni birinchi xonamiz bo'lyapti. Spalni xonamiz. Mana spalnidan ham kerakli hamma narsani qo'yib ketishgan ekan, mana. Chiroyli qilib, gilamlarni ham solib qo'yishibdi. Yumshoq mana. Bu yog'ida mana stroyli mebellarni ham qo'yib ketishgan ekan. Ikkinchi xonamizda detskiy xonamizda bo'lyapti bu. Mana detskiy ham ranglarini chiroyli tanlab qo'yishibdi. Uyimiz ham 95 kvadrat bo'lishi kerak. Hop, bu yog'imizda 3-xonamiz bo'lyapti. Bu ham spalni xonamiz. Mana ikkita spalni bo'lyapti, bitta detskiy, bitta zal. Remontlarga baho beraverasizlar, yangi Yevro remont. Mana. Bu yog'imizda esa sanuzel qismimiz bo'lyapti. Sanuzulimiz ikkita. Mana sanuzullarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Tualet, vanna. Hop. Qo'yib kelarkanmiz. Bu yog'imizda mana zal qismimiz. Zallarni ham mana zo'r qilib qo'yishdi, mana bu televizorlar qilib. Mana o'tiradigan joy. Zali ham katta keng. Hop, endi oshxona qismiga o'tamiz. Oshxonadan oldin ikkinchi sanuzelimiz mana. Bu ikkinchi sanuzelimiz mana. Bu yog'imizda oshxona qismi, mana oshxonasini ham zo'r qilib qo'yishibdi mana. Bu yerda o'tirib ovqat yeb o'tiradigan joy, mana televizorlarni ham qo'yib ketishibdi. Balkonni mana ko'rsanglar bo'ladi. Balkoni ham katta ekan. Oshxona balkonga olib chiqishgan. Mana hamma narsa, xolodilniklar, pech, hamma narsa qo'yib ketilgan kerakli narsalar. Kirib yashab bersanglar bo'ldi. Havas qilganlar like bosib qo'yinglar. Hop, bu uyimizning narxini 135 ming so'rashyapti. Ozgina o't berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa to'rt xona, kattaroq, yaxshi remontli qilayotgan tanishlik tashlab qo'yasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.